Onasi uchun kurashgan qiz. Taniqli aktrisa Muqaddas Sa'dullayevaning sirli hayoti haqida bilarmidingiz? Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva onasining hayotini asrab qolgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sababi yosh aktrisa Gulchehra Sa'dullayeva onkologik kasallikka chalinay deb turganida, doktorlar maslahati bilan 40 yoshida kenja qizi Muqaddasni dunyoga keltirgan. Qizaloqqa onasi, farzand esa onasiga yangi hayot hadya qilgan. 6-dekabrda tug'ilgan kunini nishonlagan Muqaddas Sa'dullayeva bu yil 35 yoshni qarshiladi va el suygan aktrisaga aylandi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva ham ilk rolini bolalik chog'ida o'ynagan. U aktyor va rejissyor Mashrab Kimsanov tomonidan suratga olingan 5 qismat filmida onasi Gulchehra Sa'dullayevaning kenja qizi rolini ijro etgan. Ammo tomoshabinlar retro filmni ko'rib, bu bolakay Muqaddas Sa'dullayeva ekaniga ishonmasa kerak. San'atga bolalikdan qiziqqanman, kinolarga takliflar bo'lardi, ammo rad javobini berardim. Balki bu fe'l-atvorimdagi tortinchoqlik bilan bog'liqdir. Psixologiyaga ham qiziqishim yuqori bo'lgan, odamlarni kuzatishni, o'rganishni yaxshi ko'rardim. Oilada 3 farzandmiz: opam, akam va men. Men ota-onamning yoshlari ulg'aygan paytda dunyoga kelganim uchun eng erkatoyi edim. Ayniqsa dadam rahmatli yer-u ko'kka ishonmasdi. Bir kun Instagram orqali bir ayol bolaligingizda qattiq kasal bo'lgansiz, dadangiz qo'lida ko'tarib olib kelgan. Men singlim bilan birga kasalxonada davolanayotgandim. Shifokorlar sizni olib kirib ketishganidan keyin dadangiz yo'lakda yig'layotganini ko'rganman deb yozib qoldi. Haqiqatdan ham dadam rahmatli nihoyatda mehribon ota edi. Bolaligim bilan bog'liq shirin xotiralarim ko'p. Hech kimdan kam bo'lmay ulg'ayganmiz, deydi Muqaddas Sa'dullayeva. Aktrisa ilk gonorari bilan bog'liq savolga quyidagicha javob bergan. Ilk gonorarimni 15-16 yoshimda qozog'istonlik ijodkorlarning klipida suratga tushib olgandim. O'shanda bergan pullarning bir tiyinini ham ishlatmay onamga olib borganman. Onam rosa xursand bo'lgandi. Undan keyin G'ayrat Usmonovning Yor klipida suratga tushdim. Klip tanilishimga katta hissa qo'shdi. 2012-yil Salom sevgi, xayr sevgi filmiga taklif etishdi. Ko'pchilik san'atga bo'lgan qiziqishim so'nishini kutgandi. Chunki psixologiya yo'nalishini ham jondan ortiq yaxshi ko'rardim. Ammo rollarga kirishib, filmlarim muvaffaqiyatli chiqqanidan keyin asosiy e'tiborim san'atga qaratildi. Eng muhimi, bundan ota-onam ham xursand bo'ldi. San'atkor bo'lishni xohlardim-u, lekin ota-onam ruxsat berishmagandi. Men ham kinoda rol o'ynasam qaniydi deya orzu qilardim. Suratga olish maydonchasiga kelganimda aktyor aktrisalarni kuzatib, rosa havas qilganman, deydi aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva. Aktrisa 2014-yil 5-noyabrda aktyor Sanjar G'aniyevga turmushga chiqqandi. To'y marosimi katta shov-shuvlar bilan o'tgan, ammo oradan ko'p vaqt o'tmay aktrisa ota uyiga qaytib kelgan. Bu haqda gapirishni istamayman-u, ammo o'sha vaqtda menga juda qiyin bo'lgan. Homilador holimga qaramay oilamni saqlab qolishga harakat qilganman. Afsuski, mendan keyin ikkita qizni ham xuddi shunday taqdir qarshiladi, deydi aktrisa. Aktrisa 2015-yilning sentyabr oyida farzandli bo'ldi. Ammo qizaloqning tug'ilishi ham oilani saqlab qola olmadi. Hatto er-xotin bir-biriga bo'lgan keskin munosabatini omma oldida ham oshkor qildi. Masalan, Sanjar G'aniyev ijtimoiy tarmoqqa Sadiya bilan birga tushgan suratini joylagan. Ko'pchilik oilaga baxt tilagan, ayrimlar esa ular nega birga yashamayotganiga qiziqqan. Shunda Sanjar G'aniyev ham suhbatga qo'shilib, qizini ko'rdi degani oilasiga qaytdi degani emas, oila yo'q deya izoh qoldirgan. Bu gapdan Muqaddas Sa'dullayeva qattiq ranjigan. Yashamaslikka yetarli sabab ham yo'q. Erkak kishida mas'uliyat bo'lishi kerak. Odam farzandining taqdiriga bir o'zi kurashgani bir tiyin. Bolam uchun shuncha kurashib, adashibman. Siz Sadiyaga noloyiqsiz deb gap so'zlarga nuqta qo'ygan. Keyinchalik aktrisa intervyularining birida ota-onasidek baxt nasib etishini orzu qilgani, ammo u farzandini yolg'iz tarbiyalashga majbur bo'lgani haqida aytib o'tgan. Bu yog'iga yolg'iz o'tsam kerak deb o'ylagandim. Qizimga qarashga enaga yo'llab ishlashga majbur bo'ldim. Har doim kimningdir oilasini buzishdan qo'rqqanman. Qarindoshlarimiz yoki hamkasblarimiz hol-ahvol so'rasa ham qo'rqib turardim. Chunki tushunmovchilik sabab odamlar orasida noto'g'ri gap so'z tarqalishini
va bir oilaning tinchi buzilishini istamasdim. O'sha vaqtda uylanmagan yigitlar ham oila qurishni taklif qilgan, ammo ularning ota-onasining qarg'ishiga qolishni istamaganman. Shu bois endi oila qurmasam kerak deb o'ylardim, deydi aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva. Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva turmush o'rtog'i aktyor Yigitali Mamajonov bilan 2018-yilda tanishgan. Ularning uchrashuviga O'zimizning yigitlar nomli shou dasturi sabab bo'lgan. Aktrisa o'g'li Abubakirga homilador bo'lguniga qadar aktyor bilan oila qurganini yashirgandi. Ayolim bilan ko'rsatuv syomkasida tanishganmiz. U paytda menga ham, unga ham qiyin vaziyat edi. Oilaviy ajrimdan keyingi ruhiy muammolarni yengish uchun vaqt va ruhiy madad kerak. Biz avvaliga bir-birimizga ruhiy ko'mak berish uchun gaplashganmiz. Keyinchalik munosabatlarimiz jiddiylashgan. Uning sabrli ekanini va aytgan gapimni qonundek qabul qilishini sezganman. Avvaliga oila qurganimizni odamlardan yashirganmiz, ammo o'g'lim tug'ilish arafasida hammasi oshkor bo'lgan, deydi Yigitali Mamajonov. Ijodkorlar oila qurishganini 1 yilga yaqin omadan yashirib yurgan, hatto bu haqda yaqin do'stlari ham bilmagan. Turmush o'rtog'im ham mengacha 2 marta oila qurgandi. Men avvalgi oilalarimni omadan yashirmagandim. Menimcha ko'z tegdi. Shu bois siz bilan bo'lgan nikohimizni hozircha hech kimga aytmaymiz, degan. Uning gapini qonun deb bilganim uchun oila qurganimizni eng yaqin dugonam Shahzoda Muhammedovaga ham aytmaganman. Homilador bo'lmasimdan avval birga restoranlarga borardik, ammo homiladorligim sezila boshlagach, hatto birga ko'chaga ham chiqmaganmiz. Ba'zan bu holat qachongacha davom etarkan deb ko'p o'ylardim. Tug'ruq kunim kelganida birgalikda tug'ruqxonaga borganmiz. Ikkimizni birga ko'rib ko'pchilik hayron qolgan. O'g'lim Abubakir dunyoga kelganidan keyin menga ajoyib surpriz tayyorlaganlar, ya'ni oila qurib farzandli bo'lganimizni ommaga oshkor etgan. Yig'lab yuborganman, deydi aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva. Aktrisani ko'pchilik oila buzg'unchilikda ayblagan, hatto uni xonanda Rayhon bilan urushtirish uchun ig'volar ham qilishgan. Rayhonning ijodiga avvaldan befarq emasman, ammo ularning ajrashganini men ham ijtimoiy tarmoq orqali bilganman. Undan keyin turmush o'rtog'im boshqa qiz bilan oila qurgan. Men bir muxlis sifatida oilaning saqlanib qolishini istardim, ammo peshona ekan. Hech kim ajrashish niyatida uylanmaydi, ayollarda ham bunday niyat bo'lmaydi. Turmush o'rtog'im oila qurishimizdan avval shart qo'ydi. Boshqa aktyorlar bilan partnyor sifatida suratga tushmaysiz, yoki men bilan yoki yolg'iz o'zingiz rol ijro etasiz, dedi. Bu inson oilani qadrlaydi, erkaklik burchini ham bajaradi. Bir yil juda xunuk holat bo'lgan. Montajda mening nomimdan Rayhonning sha'nini yerga uradigan so'zlar yozishgan. Eng yomoni montajda rasm tepasiga Instagram profilimni joylab qo'yishgan. Uni Rayhonga jo'natishgan, mendan ranjib u ham Instagramga joyladi. Ammo bu ish ig'vodan boshqa narsa emasdi. Xayriyatki ko'p o'tmay uni men yozmaganim oshkor bo'ldi. Xonandaga nisbatan hech qanday yomonligim yo'q. Uni hamisha hurmat qilaman, deydi aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva. Ijodkorlar oilasi ketma-ket o'g'il va qiz farzandli bo'lishdi. Aktrisa bir necha yildan buyon deyarli ijod qilmaydi. Faqatgina turmush o'rtog'i bilan partnyor sifatida suratga tushadi, xolos. 2022-yili esa Muqaddas va Yigitalining munosabatlariga darz ketgani va ular alohida yashayotgani ma'lum bo'ldi. Aktrisa turmush o'rtog'ining xonadonidan ketgani va farzandlarini yolg'iz tarbiyalayotgani haqida bir necha videolar joyladi. Yigitali Mamajonov keyinchalik buning sabablarini va Aysan Emxon Yusupova bilan munosabatlari haqida gapirdi. Har bir aktyorning o'ziga yarasha metodikasi bor. U o'zi uchun muayyan holatga kirish uchun yo'nalish tanlab oladi. Aysan Emxon bilan kliplar, seriallar orqali tanishmiz, lekin yaqinmasmiz. U qiz bilan sevishib, muhabbatni boshdan kechirmadik. Mening filmdagi obrazim Rustam, Aysan Emxonning obrazini sevadi. Men filmda Rustamga aylandim. Syomka tugaganidan keyin holatdan chiqdim. Har bir erkakning o'z dilidagi ayoli bo'ladi. Aysan Emxon mening dilimdagi qiz emas. Ayolim juda qattiq rashk qiladi, to'g'ri, sevgani uchun rashk qiladi, lekin bu mening ishim, erkak kishimiz biz. Tirikchilik sababi kino. Ishimni yaxshi ko'raman, shuning uchun ayollardan iltimos, erkak kishining shaxsiy hududini buzmang. Oilamiz kuchli rashk sabab ajrim yoqasiga keldi. Telbalarcha bir insonni sevish psixologik yaxshi narsa emas. Eng yengili oila buzilishiga, keyinroq esa o'limgacha olib keladi. Ayol kishi o'zi bilib bilmay ko'nglingizni og'ritadigan, nafsoniyatingizga tegadigan narsalar gapirib qo'yadiki, shunaqa paytda shuncha umrimni, vaqtim, energiyamni shu ayolga sarflab kelayotganim qanchalik to'g'ri ekan.
Bundan keyin hayotimni baxshida qilib bu inson bilan yashash to'g'rimikan? Arzimaydi-ku bu inson deb o'ylab qolasiz. Bu fikr sekin-asta kuchayaveradi, kuchayganidan keyin yana gapirib qo'yadi. Aynan mana shunday vaziyat 7 oy avval bizning oilamizda ham bo'lgan. Rashk, qattiq yaxshi ko'rish shaxsan menga kerak emas. Jinnilarcha yaxshi ko'radigan insonga siz bo'yin egib yashashingiz kerak. Men bunday sevgiga tayyor emasman. Bu narsa meni bezillatadi. Bu dunyoda hech bir jonzot haqiqiy, tubsiz, beg'araz sevgiga arzimaydi. Bunday sevgiga faqat Alloh munosib. Meni bunday sevishlari kerak emas. Ayol kishi erini hurmat qilishi kerak, deydi Yigitali Mamajonov. Muqaddas Sa'dullayeva Instagramda juda faol. Uni ijtimoiy tarmoqda 3,9 million kishi kuzatadi. Sahifasiga asosan oilaviy mavzudagi kontentlarni joylaydi. Hozirda u turmush o'rtog'i bilan ibratli videolar ham suratga olmoqda.